Jonlar yaqinda Muhammad Ali bog'chaga chiqadi deb xuddi shu dvoykani xuddi shu rangidan olgan edim. Xuddi shu prям 2XL'ligidan olgandim. Qizlar bilasizlarmi qanchaga olgandim? 250 mingga ipodromda tushirib beruvdi. 250 mingga toza Xitoy deganda 1 2 3 120 ming? Qoyil, ko'rdinglarmi? Sal sabr qilmabman-da qizlar, o'zimdan olardim. Mana shunaqa shoshiladigan kelinlar bo'lsa to'g'ri kelaverasizlar qizlar. Ancha muncha arzon narxlarda bizdan olib ketasizlar. Bular zo'rligini qarasanglar-chi qizlar, toza Xitoy. Asalligini qaranglar, shunaqa asal kiyimchalar kelgan. Bu hali o'g'il bolalarniki qizlar. Narigi tarafda qizlarniki turibdi, qizlarniki bundan ham asal. Shikalat desam ham bo'laveradi. Qizlar, mana buni qaranglar, chiroyliligini. Mana qaranglar, qanaqa asal qizlar, shunaqa zo'r narsalar kelibdi. Shunaqa shokolad narsalar kelibdi va pishi. Ochilishga обязательно kelinglar, bo'lmasa quruq qoladi.